Assalomu alaykum ustakalar. Sizlarda ham shunaqami? Birpasda qorong'i tushib, shom bo'lib, ishlayman shunaqa chala bo'lib. Bitta переходной включатор qo'yganmiz. Eshik boqa ochiladigan bo'lgani uchun bag'dan yoqib, bag'dan ham o'chirib yoqsa bo'ladi. Oz qoldi. Yaqinlashtirib qo'ydik. Ertaga pardasini qilsak, oldindan aytaman, kafillar terma kafil. Arzon kafildan qilganmiz. Kvadratini 30 ming so'mdan. Mana shu qoldi. Mana shu kafil yetmay qoldi, qorong'i tushib qoldi. To'g'risi yetib qolardi dedim, yetmadi. Eng qizig'i bu kafillardan umuman boshqa yo'q, magazinda boshqa yo'q. Biz ortib qolgan mana biz qarasalang, mana bu yerda boshqacha rang, bu yerda boshqacha rang, har xil. Mana bu yerda ham shunaqa. Lekin arzon kafilda ham dizayn qilsa, mana atkosimiz boshqacha rangdan bo'lgan. Bu atkosimiz boshqacha rangdan bo'lgan. Rang-barang o'zimizcha dizayn chiqardik mana shunaqa qilib. Endi bu tahorat zonani ajratib qo'yadi. Bular endi eng arzon materiallardan, eng arzon narsalardan bo'lgan pol. To'g'risini aytsam, o'zimga yoqmadi. Juda suv to'xtab qolar ekan. Tozalaganimiz yo'q. Bugun choklarini izolentolab olganmiz. Bugun ochdim, kirib yotibdi. Ertaga tozalaymiz, zatrkaga tayyorlaymiz. Xolos mana shu holatda ishimiz bugunga to'xtadi. Charchamanglar, yaxshi dam olinglar.